Pulim bor, qayerda saqlasam bo'ladi? Hozir men sizlarga 3 ta joyini aytaman. Shu 3 ta joyda saqlasanglar bo'ladi pulinglarni bemalol. Birinchisi islom yo'nalishidagi, ya'ni islomiy bank bo'lsa, bankka qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchisi aksiya sotib olsanglar bo'ladi, juda ham yaxshi foyda bo'ladi. Uchinchisi onangizga bering. Mana. Onangizga bersangiz bu pul ko'paysa ko'payadiki, Barakaligi. aslo kamaymaydi, chunki Alloh onalarga barakat bergan. Jannat onalar oyog'i ostida. Men shunaqa qilaman, doim pulni olib kelib ayamga beraman. Aya, pulimiz qancha bor? Allohga shukr. Bilishmaydi ham. Hisobi yo'q. So'ramayman ham. Alloh barakasini Alloh bersin. o'zi barakasini. Siz ham pulingizni menga o'xshab ayangizga olib kelib beradigan bo'lsangiz, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimdan nurlar sochib, onam